Shodir aka, o'zimni yomon his qilyapman. Yomon his qilma, meni rashkim yomon. Men seni o'zimdan ham qizg'onaman. O'ta rashkchi er. Nima qilyapsan? Quyoshni ko'rmaganimga ancha bo'lib ketdi. Tashqariga qaramoqchi edim. Qarama, qo'shnilar ko'radi seni. Men seni rashk qilaman, o'zimdan ham qizg'onaman. Quyoshmi? Mana YouTube'dan qo'yib beraman. Qara, sop-soriq. Aka dastlabki olib keldim, 44-uyda oldida turibman. Bo'l, kelgan bo'lsangiz, orqaga qayrilling. Nima qilay? Orqaga qayrilling. Qayrildim aka. Bo'l, qayrilgan bo'lsangiz, shu orqaga qaramasdan dasturxon bering, olishadi. Hop aka, hop. Mana. Qaramay qol. Berdim aka, puli-chi? Oyog'ingiz tagida. Ha. Bo'ldi aka. Aka, noto'g'ri tushunmaysiz, xotinim rashk qilaman-da, o'zimdan ham qizg'onaman. Ha, yo'q, mayli aka, hop. Tavba. Men senga kimman? Ukam? To'yimga nima bormading? Opang ishlaydi. Opam ishlamaydi-ku. Bo'lmasa kasal bo'lib qoladi. To'ylaring bo'lganiga 1 yildan o'tdi. Qachon nabirali bo'laman men? Senga gapiryapman. Men uni o'zimdan ham rashk qilaman.